Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Oila muqaddas qo'rg'on, uning poydevori mustahkam bo'lmasa, totuv hayot kechirish amri mahol. Umrimizning birinchi choragida turmush o'rtoq tanlashimizni inobatga olsak, hayotimizning aksar qismini o'z oila qo'rg'onimizni qurish va mustahkamlash bilan band bo'lamiz. Siz bu mas'uliyatli ishga qanchalar tayyorsiz? Quyidagi test ushbu savolga javob topishga yordam berishi shubhasiz. Javoblaringiz orasida qaysi harflar ko'pligini yozib boring. Birinchi savol. Quyidagi so'zlardan qay birini nutqingizda ko'p ishlatasiz? A. Shunday bo'lishini xohlayapman. B. Qila olaman. V. Bajarishim shart. Ikkinchi savol. Sevgan insoningiz bilan o'rtangizda bo'lib o'tgan so'nggi kelishmovchilikni yodga oling. Sizning fikringizcha kim aybdor edi? A. Faqat u. B. Ikkimiz birdek aybdormiz. V. Hech kim. Bu haqda gapirishni istamayman. Uchinchi savol. Adolat haqida qanday fikrdasiz? A. Agar haqiqat bo'lganida edi, bu gapni bemalol davom ettira olasiz. B. Dunyoni adolat ustunlari ushlab turibdi. V. Ochig'i aniq bir nima deya olmayman. Buning uchun biror bir vaziyatga qarab xulosa chiqarish mumkin. To'rtinchi savol. Mehnat qilib ishlab topgan mablag'ingizni qanday sarflaysiz? A. Hammasini turmush tashvishlari va xursandchilik uchun ishlataman. B. Mablag'imning ma'lum bir qismini ishlatib, qolganini jamg'arib boraman. V. Xudo behudaga pul sarflamayman, asosan yig'aman. Beshinchi savol. Baxtingiz va xotirjamligingiz kim yoki nimalarga bog'liq deb hisoblaysiz? A. Atrofimdagilarning menga munosabatiga. B. Barchasi o'zimga bog'liq. V. Yaqinlarim tinch bo'lsa, men ham tinchman. Javoblarni hisoblaymiz. A harfi ko'p bo'lsa, siz hozircha oilaviy hayotga tayyor emassiz. Turmush qurish hamda farzandli bo'lishga shoshmaganingiz ma'qul. Yaxshisi o'z ustingizda ishlang, dunyoqarashingizni kengaytiring, sayohatga chiqing, xorijiy tillarni o'rganing. Maslahatimiz falsafiy badiiy filmlar tomosha qiling, ko'proq psixologik kitoblar o'qing va albatta bu qiziq kanalni kuzatib boring. B harfi ko'p bo'lsa, siz mas'uliyatli insonsiz. Har bir qadamingizni o'ylab bosasiz. Gapirishdan avval esa aytar so'zingizni mulohaza qilasiz. Bu xislatlaringizga tasanno aytmay iloji yo'q. Vaqtni boy bermay, oila qurishga shoshiling. Chunki siz suyukli umr yo'ldosh va mehribon ota yoki ona bo'lishga tayyorsiz. V harfi ko'p bo'lsa, oila qurishga tayyorsiz. Nima istayotganingiz, buni qanday amalga oshirish kerakligini yaxshi bilasiz. Kirishimli ekanligingiz oilaviy hayotda uchrashi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarda asqotadi. Agar harflar miqdori teng bo'lsa, siz hozir o'tish bosqichidasiz. Hayotingizda muhim o'zgarishlar ro'y berishi kutilmoqda. Avvalo o'zingiz ulg'aymoqdasiz. Bu ishda sizga omad tilab qolamiz. Do'stlar, sizda qaysi harf ko'proq chiqdi? Buni kommentda yozib qoldiring. Hozircha shular edi. Kelgusi yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.